kasalligi bo'yin qiyshiqligi tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Bu holatda bosh va bo'yin siljiydi va qiyshayadi. Bunday bolalarning ko'pincha bo'yin mushaklari, bo'yin umurtqalari va yelkalarida muammolari bo'ladi. Bu kasallik ko'proq qiz bolalarda uchraydi va o'ng tomonga qiyshayish ko'proq kuzatiladi. Kasallikni keltirib chiqaruvchi asosiy 3 ta sabab bor. Travmatik, ishemik va yallig'lanishdir. Bola tug'ruq yo'llaridan o'tayotganda onaning chanoq sohasi tor va kichkina bo'ladigan bo'lsa, bolaning boshi, bo'yni hamda umurtqalari jarohatlanadi. Bo'yin sohasida gematomalar ham paydo bo'lishi mumkin. Bolaning kinnikka o'ralib tug'ilishi, noto'g'ri kelishi, homiladorlik vaqtidagi gipoksiyalar ham bo'yin qiyshiqligiga olib keladi. Bu kasallikda birinchi navbatda travmatolog, ortoped va nevropatologga murojaat qilish kerak. Ko'rsatma bo'yicha fizioterapiya, massaj hamda bo'yinga qo'yiladigan maxsus shinalardan foydalanish tavsiya etiladi. Bolaga to'g'ri yondashish kerak. Agar 1,5 yoshgacha kasallik tuzalmasa, xirurgik yo'l bilan tuzatishga to'g'ri keladi. Bu kasallik o'z vaqtida davolanmasa, bolalardagi g'ilaylik, eshitishning pasayishi, bo'yin hamda belning qiyshayishiga olib keladi.